noaniq, eng ishonchli va puxta manba Kashfuzunun muallifi kotib Chalapi faqat Alif Laylo va Laylo degan ismni ko'rsatish bilangina cheklangan. Kashfuzunun birinchi kitob 139-bet. Asarning o'zidan ham bu haqda aniq bir ma'lumot olish qiyin. Asarda ko'rsatilishicha, voqea Sosoniylar davlatida yuz bergan. Sosoniylar esa 226-652 yillarda Eronda hukm surgan edi. Ming bir kechaning qachon yozilgani aniq bo'lmasa ham, uning qadim davrlardayoq yuzaga kelgani aniq. Asarning ahamiyati ham ana shu qadimgi davrlar voqeligini, hayot fojialarini, xalq boshidan kechirgan og'ir kulfat va alamlarni, hatto o'sha davr hayoti uchun mudhish hisoblangan dev va jin afsonalari hamda boshqa voqealardan namunalar berishdadir. Shuningdek, dastlab asarning qaysi tilda yozilgani haqida ham turlicha fikrlar mavjud. Ba'zilar asardagi bosh qahramonlar Shahrizod, Shahriyor ismlari forscha ekan va boshqa dalillarga ko'ra asar aslida forscha ekanini, u forschada Hazor afsona, ya'ni ming ertak asarining arab tiliga qilingan tarjimasi asosida yuzaga kelgan deb da'vo qilsalar, ba'zilar ming bir kecha ertaklaridagi ko'pchilik voqealar arablar xalifasi Xorun ar-Rashid ismi bilan bog'lanishi va boshqa dalillar bilan uning asli arab tilida yozilgan deb da'vo qiladilar. Har holda masalaning bu tomoni